Dunyoda har safar uchrashishga kelishib, uchrasha olmaydigan yagona jonzot sinfdosh qizlar bo'lsa kerak. Bu xuddi dieta boshlayman degan gapga o'xshaydi. Hamma va'da beradi, oxirida bittasi bugundan emas, ertadan boshlaymiz deydi. Shuga kelishilganda bittasi 30 daqiqalik ovozli xabar tashlaydi. O'zi hamma narsani gapiradi. Ob-havodan tortib kecha ko'rgan tushigacha. Oxirida xullas bora olmayman deydi. Shuni 3 ta so'z bilan yozsa ham bo'lardi. Guruhda suhbat qiziganda, "Unda borib ketasan" degan kompaniyaga a'zo bo'lgan dugona sizga krem shampunlarni reklama qilishni boshlaydi. Va shu soatlari tayin bo'lib kelgan kiyimlar rangigacha aniq bo'lgandan keyin ham jo'shuvga chiqargan sostav yana o'sha 4 kishi. Bittasi uchrashuvga Dubaydan piyoda kelgani uchun har safar 2 soat kech qolib keladi. Bittasi motivator. "Sen kuchlisan, sen zo'rsan" dedi. O'zi nonushta qilishga erinib soat 12 da turadi. U eng zo'r maslahatchi. Er bilan shunaqa gaplash, qaynonaga shunaqa bo'lish kerak deydi. O'zi hali erga tegmagan. Urgan sari o'zini xuddi sartaroshxonada tish doktori maslahat bergandek his qilasiz. Siz dietachi, burgerni ham salat deb yeydi. Dietasi ertalab reklama, kechqurun reklamaning aksiya qismi. Duyonalarni bori yaxshi. Shular sabab asablarimizda trenirovka bepul. Sizlar hech kim yozmaydigan, yozsam javob bermaydigan, chang bosib yotgan guruhlarni